Fuzogeometriya burchaklar mavzusi 9 va 10 qoida. Demak, 9-qoidamizda aytilyaptiki, agar bitta burchakni bissektrisa chiqarilyapti, ya'ni burchak tomonlarini va bissektrissasini kesib o'tgan bitta to'g'ri chizig hosil qilsak, unda mana yuqorida joylashgan A, X va B mana shu burchaklarda o'zaro munosabat berilyapti. Ya'ni X chetida joylashgan A va B ni bir-biriga qo'shib 2 ga bo'lsak, bu burchagimiz kelib chiqar ekan. Xo'p, endi buni misollarda qanday qo'llaymiz? Demak, birinchi misolimiz. Bu yerda yuqoridagi qoidaga to'liq tushadi. Bu qoidaga tushganini qayerdan bilishimiz mumkin? Bissektrisa bo'lishi kerak. Mana shu o'rtadagi chiziq bissektrisa bo'lishi shart. Agar bissektrisa bo'lmasa, bu qoidaga tushmaydi. Demak, bu yerda alfaning qiymati 40 bilan 100 ni yig'indisini yarmiga teng. 40 ga 100 ni qo'shsa, 140 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 70 chiqadi. Javobida ham xuddi shuni berilyapti. Keyingisi. Bu ham xuddi shu qoidaga tushadi. Qayerdan bilyapman? Bissektrisa ekanligini. Va qoidada qarang, yuqorida berilyaptimi hammasi? Yuqoridagi burchakdan hisoblangan. Bu yerdachi pastdagi burchak bo'lib qo'ygan. Endi men buni e'tibor qaratsak bu yerda bu burchak bilan bu burchak qo'shni burchak bo'lyapti. Ya'ni bitta yoyiq burchakning teng 2 ga bo'layotgani uchun. Demak, bu yerimiz 120 bo'lsa, yuqorisi 60 gradus bo'ladi. Endi qoidaga qo'ysak bo'ladi. Alfaning qiymati 60 bilan 100 ni yig'indisini yarmiga teng. Ikkalasini qo'shsak 160, 2 ga bo'lsak 80 kelib chiqadi. Mana javob bilan bir xil chiqyapti. Keyingisi. Xo'p, endi sal murakkablashtiryapti. Biz alfani topishimiz kerak. Alfani topish uchun bizga bu burchagimiz kerak. Mana shu burchagimiz. Endi buni qanday topamiz? Hozir bu yerda burchagimiz 3 taga aylanib ketyapti. Qoidaga tushmay qoladi. Demak, mana shu bitta chiziqni unutib turamiz. Bu chiziq yo'qdagi faraz qilamiz. Shunda mana shu hozirgi noma'lum burchagimizni x bilan belgilasak, x bilan 50 ni yig'indisini yarmi 70 ga teng bo'lishi kerak. Demak, yozamiz. 70 teng x qo'shilgan 50 taqsim 2. Bu yerdan 2 ni bu yoqqa ko'paytirib chiqarib olib o'tsak, x qo'shilgan 50 teng 140 ekanini kelib chiqadi. Bu yerdan x ni topsak, 50 ni ayirsak 90 bo'ladi. Demak, x ni qiymati nechaga? 90 ekan. Endi men nima qilaman? Mana shu chiziqni unutib turamiz. Unutib tursak, bu burchagimiz nimaga qoidaga tushadi? Chunki bissektrisa bo'layapti. Endi bu yerda biz nima qilamiz? Qoida bo'yicha yozsak, x teng alfa bilan 70 ni yarmiga. 70 qo'shilgan alfa taqsim 2. Bizda x ni qiymati bor, 90 qo'ysak va 2 ga ko'paytirsak, 180 teng 70 plus alfa bo'ladi. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam, 180 dan 70 ni ayirsak, 110 bo'ladi. Javob bilan bir xil chiqyapti. Demak, mana shu tarzda misollarni ishlaymiz. Xo'p, keyingisi ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ya'ni 10-qoida bizdagi hozirgi darsimizdagi ikkinchi qoida. Bu yerda aytilyaptiki, qo'shni burchaklar bissektrisalari orasidagi burchak doim 90 gradus bo'lar ekan. E'tibor qaratsak, bu yerdagi bu burchagimiz 2ta A, bu 2ta B. Ya'ni bu yerda yozyaptiki, 2ta A, 2ta B 180 bo'lsa, yarmi doim necha chiqar ekan? 90 chiqar ekan. Umumiy qoida qo'shni burchaklar bissektrisalari orasidagi burchak doim necha bo'lar ekan? 90 bo'lar ekan. Umuman olib qaraganda, yoyiq burchakning 180 ekanligini bilib olsak yetarli bo'ladi. Xo'p, birinchi misolga qaraymiz. Xo'p, bizda buni bissektrisa ekaniga aytilyapti. X bilan belgilab olsam, ikkala burchakni. Bu burchaklarni y bilan belgilab olsak, bularning hammasini qo'shsak necha chiqishi kerak? Bularning hammasini qo'shadigan bo'lsak, 180 chiqishi kerak. Yozaman. 2x 2y qo'shilgan 20 teng 180. X 2x plus 2y teng 20 ni ayirsak 160 qoladi. Endi 2 ga bo'lsak, tengligi x plus y ni qiymati 80 bo'ladi. Demak, bizda mana shu ma'lumot bor. Bizdan nima so'ralyapti? AOB burchagining qiymati. AOB burchagimiz bu yerda mana bu tarafdan bu yoqqa qarab ketyapti. Bu burchakning ichida nima bor? Y bor, 20 bor va x bor. Bu uchalasini qo'shsak, AOB burchagini beradi. Xo'p, yaxshi. Demak, menda nima kerak? Mana shu burchakni topish uchun x kerak, y kerak va 20 kerak. Bularni qo'shsak necha bo'ladi? Bizda x plus y ning qiymati bor 80.
buni o'rniga 80 qo'ysak, buni yig'indisi nechaga teng bo'lyapti? 100 ga teng bo'lyapti. Mana javob bilan bir xil chiqyapti. Keyingisi. Ikkinchi misolimizda bu yerda aytayaptiki, SO nur bilan OD nurimiz nima ekan? Bir-biriga perpendikulyar ekan. Bu degan 90 gradus ostida kesishadi yana. Ya'ni mana shu burchagimizda to'liq qiymat nechaga teng bo'lar ekan? 90 gradusga. Bu burchakni x deb atasak, bu burchagimiz ham x bo'ladi, chunki ikkalasi teng ekan bir-biriga. Bu burchakni a deb atasak, bu burchagimiz ham a bo'ladi. Demak, biz nimani topishimiz kerak? AOB burchakni. AOB. Bu AOB burchakning ichida x bor, a bor, 10 bor. Yuqoridagi o'xshatib, x plus a ni qiymatini topamiz. Qanday qilamiz? To'liq burchakni yozamiz. 2 x bor buning ichida, 2 a bor va 10 bor. Bu nechaga teng? 90 ga teng. Bu yerdan 2 x qo'shilgan 2 a ni topadigan bo'lsak, 10 dan ayirsak 80 bo'ladi. X plus a teng necha bo'ladi? 40. Endi x plus a ni qiymatini topdim. Menga AOB ni topish uchun x plus a plus 10 kerak. X plus a ni qiymati 40 ekanligini bildik. Demak, buni yig'indisi 10 ni qo'ysak 50 ga teng bo'ladi. To'g'ri chiqyapti. Keyingisi. 3-savol. Xo'p, 3-savolimizda bunda ham xuddi o'sha ishni ya'ni yuqorida qilingan ishlarni bajaramiz. Belgilanmagan burchakni belgilaymiz. X. Bunimizni y. Xohlagan harf bilan belgilash mumkin. Bularni hammasini qo'shsak, 2x qo'shilgan 2y qo'shilgan 40 teng 180. Bu yerdan 2x plus 2y ni topadigan bo'lsak, 180 dan 40 ayirsam 140, tenglikni 2 ga bo'lib yuborsak, x plus y ni qiymati 70 ga teng bo'ladi. Xo'p, men topishim kerak bo'lgan burchak AOB. Bu burchakning ichida x bor va 2y bor. Shundaymi? AOB yo'q. AOB ni ichida x va y bor ekan. X plus y ni qiymati 70 ga teng. Mana biz javobni topibmiz. Demak, bu qoidalarimiz ancha oson ekan. Yuqoridagi bundan avvalgi 7 va 8 qoidadan ko'ra ancha oson. Faqat yaxshilab eslab qolishimiz kerak va misollarni mana shu tartibda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Menimcha bugungi darsimiz ancha foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.